Millionerni ham ko'mdik, aravakashni ham ko'mdik, kachogini ham ko'mdik, pachag'ini ham ko'mdik, to'g'rimi? Erkagini ham, ayolini ham, chiroylisini ham, mammanini ham hammasini ko'mdik. Hammasini maykasiga yechib oldimi o'lim? Nimani olib ketaldi? Bugun maqtangan qani pullari olib keta oldimi? Bugun shu uyi tufayli birovlarda mensimagan qasr uylarini olib keta oldimi? Qator mashinalarni olib keta oldimi? Obro'sini, kreslosini olib keta oldimi? Olib keta olmaydi ham. Olib ketgan bilan bir tiyin. Men dadamdan mana 570 ming dollar qopti deb 57 pachkani shunday qo'shib tiqib ko'maman desin, dadasini yonida turgan shag'al bilan 57 pachka dollari bir xil. Shag'al nima bo'lsa, qabrda o'sha pachka dollari ham xuddi shunaqa narsa. Nima demoqchiman? Bir tiyinlik hech nimani o'zgartirib berolmaydi.